Bugun sizlarga Sirdaryodagi bir kunimni ko'rsatib beraman. Ertalab zavtrakchalarimizni qilib bo'lib, bobomning ishxonasiga keldik. O'ziyam bu maktabga chiqish uchun yuztaznadan chiqish kerak. Yuztaznadan chiqib olib qarasam, bularda hali 8-mart tugamabdi. Keyin bu maktabni sizlarga ko'rsatib berdim. Qaranglar, maktab juda katta. Bu maktabda menga yoqadigan bitta zo'r xona bor. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman o'sha xonani. Men aytgan xona mana shu bo'ladi. Qaranglar, buning ichida pianinosi bor, keyin bu 100 ta odam o'tiradigan stollari bor. O'ziyam bu xonaga kelsanglar вообще chiqib keta olmaysizlar. Qaranglar kattaligini. Keyin bu yerda pianino chaldim, tushunmasdan. Keyin oxiri yoqmadi, chiqib ketvordim, jahl qilib. Keyin ko'chaga chiqib maza qilib velga uchdim. Keyin ovqatlanib oldik. Ovqatlanib bo'lib Sirdaryoning ko'chalarini aylanganini chiqdik. Qaranglar, shunaqa chiroyli daraxtlar ko'p bahor kelganiga.